Qadr kechasi bu 1000 oydan afzal bo'lgan kecha bo'lib, Rob subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'oni Karimni qadr tuni tushirdik. Va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr tuni qanday tun ekanligini ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz qayerdan bilasiz dedi. Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr tuni 1000 oydan afzal dedi. Butun dunyodagi musulmonlar qadr kechasi qay kechada ekanligini Qur'oni Karim oyatlariga qarab va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislariga qarata qaysi kechada yashirilganligini izlashlikka va shu tunlari Ramazon oyining oxirgi vitr toq kunlari qiyamul laylda bo'lib tarovih namozi va tunlarini bir qismini bedor o'tkazgan holatda duo mustajob bo'lishligi maqsadida masjidlarda yoki uylarda ibodat ustida bo'ladi. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qadr kechasini oxirgi Ramazonning 10 kunligidagi toq kunlardan izlanglar. Ulamolarimiz bir necha qavullarni aytgan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu la ara laylatal qadri illa laylata sabi'a va 20 dedi. Ya'ni men Qadr kechasini faqat 27-kechasida ekanligini bilaman faqat deydi. Ya'ni bu Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qavullari va boshqa ulamolarimiz ko'plab qavullarni aytgan. 21-kechada ham, 23-chi Bilal radhiyallohu anhu 24-kechada degan. 27-kechada degan ulamolarimiz ko'p bo'lganligi bois bizni yurtimizda, Qozog'istonimizda va barcha yer yuzidagi masjidlarda ko'pincha 27-kecha, 26-kechadan va 27-kechaga qarata o'tilgan kechasida qadr tuni ehtimoli bor degan maqsadda ibodat ustida bo'ladi. Bu tun demak qilingan har bir amal 1000 oydan xayrli, ya'ni 83 yildan ko'p qilingan amalday bo'ladi. Masalan, biror insonga hurmat beradigan bo'lsangiz, iftorlik qilib beradigan bo'lsangiz yoki yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, biror insonga pullay hadiya beradigan bo'lsangiz 83 yil siz ihson qilganday, yaxshilik qilganday savobga ega bo'lasiz. Shuning uchun mana bugun 26-kechadan 27-chi o'tar kechasi biz harakat qilishligimiz kerak, ibodat qilishlik uchun, savoblarga ya'ni yetishlik uchun va xayrli bo'lgan 1000 oydan afzal bo'lgan tunda duolar mustajob bo'ladi. Oysha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'raydi: "Ya Rasululloh, qadr kechasini topsam qanday duo qilayin?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Allohumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya'ni Alloh taolo o'zing afuwun karim, ya'ni kechirguvchi, karimsan, kechirganni yaxshi ko'rasan, meni kechir deb duo qiling dedi. Afzal duo Rob subhanahu va taoladan istig'for aytishlik qadr kechasida. Qadr kechasining alomatlari salamun hi hatta matla'il fajr deydi oyatda. Ya'ni ertalabgacha sokinat bo'ladi, tinchlik bo'ladi, havo shunday musaffo bo'ladi. Ulamolarimiz aytadi, qadr kechasi taqdir yoziladigan kecha bo'lib, bir yillik kelasi yilgi taqdiringiz ya'ni zikr qilinadi, bayonot yoziladi. Ibodatda bo'lsangiz, istig'forda bo'lsangiz, kelasi yili barakatli bo'ladi. Va ulamolarimiz aytadiki, salamun hiya hatta matla'il fajr, ana shu oyatda aytilganday ertalabgacha sokinat, tinchlik, faroan va quyosh chiqqan vaqtida nursiz, ya'ni quyosh chiqqan vaqtida biroz muddat nuri bo'lmaydi, dumaloq juda katta ko'rinishga ega bo'lib, ya'ni nursiz chiqadi deydi. Sokinat bo'ladi, havolar va osmon yorug' bo'ladi, chunki farishtalar o'zlari bilan xayr, yaxshiliklarni, barakatlarni va nurni olib tushganligi bois osmon deydi yorug'roq turadi deydi. Ana shu alomatlaridan. Shuning uchun mana bugun ehtimoli bor 26-kechadan 27-kechaga o'tar kechasi. Shu bois bizni demak musulmon ummatiga taklifimiz, o'z boshimiz va hamma bizni eshitayotgan, tinglayotgan insonlarga mana shu tunni biz ya'ni bekor o'tkazmasligimiz kerak. Va bu tunda ba'zi birlari uxlamaslik kerak degan tushunchani oladi. Shu bois televizor, kinolar ko'radi yoki Instagram shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlardagi videolarni ko'rishlik bilan o'tkazadi. Bu maqsad emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan kelgan hadis aytadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qadr kechasida bedor bo'lar edi va uxlar edi dedi. Ya'ni qadr kechasida ertalabgacha o'tirish shart qilinmagan, ammo lekin ibodat qilib tunni ma'lum miqdorida ibodat qilib va undan keyin siz dam olsangiz bo'ladi, hech qanaqa muammo yo'q.
ba'zi birlar uxlamaslik kerak deb o'yin kulgi hazzona gaplar bo'lmag'ur narsalar bilan o'tkazishlik bu shariatning maqsadi emas. Rob subhanahu va taolo bugun qilayotgan ibodatlarni barchamizdan qabul qilsin. Rob subhanahu va taolo kelasi yilgi Ramazon oylarigacha bo'ladigan taqdirimiz go'zal satrlar taqdirimizda bo'lishligini hammamizga nasib qilgan bo'lsin.